Hurmatli aziz yurtdoshlar, bugun sizlarga o't qop to'g'risida giyohlar tavsiya etmoqchiman. Bu o'zimiz tayyorlagan malham bo'lib, bir choy qoshiqdan 2 mahal yeyiladi. Ertalab och qoringa, kechqurun to'q qoringa. Bu barcha turdagi oshqozon, jigar, o't qop, qortaloq faoliyatini yaxshilab beradigan mahsulotimiz hisoblanadi. Jigarga jon. Bir vaqt o'zida o't qopni ham davolaydi. Imенно hozir sizlarga o't qop to'g'risida ma'lumot aytaman. Natijasi juda ham zo'r. Dimlanib qolsangiz, tiqilmalar hosil bo'lsa, havo chiqmasa, ichingiz yaxshi kelmasa, shularga giyohdorlar. Mana bu firula deyiladi. Bir osh qoshiqdan 2 mahal ichiladi. Bu ovqatlarni yaxshi hazm qildirib, tiqilmalar ochib beradi. Bir osh qoshiqdan 2 mahal ichasiz buni. Bu esa ichingiz qotadigan bo'lsa, ichingizni keltirib beradi, shilak tozalab beradi. Kanalizatsiyani ham har yili masalan 2 marta tozalaydigan bo'lsangiz, ichaklaringizni ham tozalashga to'g'ri keladi. O'shaning uchun bir yilda 2 marta shilak tozalashingizni sizni tavsiya etardim. Barcha turdagi allergiyalar ketadi, tiqilmalar, keraksiz shlaklar ketadi. Ichingiz har doim yaxshi keladigan bo'ladi. Kuniga 2 marta borishingiz kerak. Korin advanchik. Bu qoqigulli ildizi. O'zbekcha qilib aytganda, lekin juda ham zo'r giyoh hisoblanadi. Bu oshqozon, o't qop, qortaloq, jigar faoliyatlarini yaxshilab beradigan eng zo'r narsa. Ham immunitetni ko'taradi. Jigar, buyrak, barcha turdagi kasalliklar bo'yicha ishlatilsa bo'ladi. Onkologiyaga ishlatiladi bu. Rastoropsho doni tayyorlangan. Har kuni bir choy qoshiqini 200 gram suvga damlab 2 mahal 100 gramdan ichsangiz, bu ham jigar faoliyatlarini yaxshilab, o't qopni davolab beradigan bitta giyohlar hisoblanadi. Natijasi zo'r, amalda ishlatib ko'rishingizni tavsiya etardim.